Tez jahli chiqadigan odamlarning 6 ta afzalligi. Birinchisi, ular nohaqlikka chiday olmaydi. Shuning uchun tez javob qaytarishadi, lekin niyatlari yomon emas. Ikkinchisi, ular juda halol insonlar. Ichlarida nima bo'lsa, shuni dangal aytadi. Uchinchisi, ularning qalblari toza, yomon niyatlari yo'q. To'rtinchisi, ular juda boshqalarni o'ylaydigan, yordam berishni xohlaydigan, boshqalarning dardi bilan yashaydi. Beshinchisi, o'z manfaatlari uchun kimdandir foydalanmaydi va manfaatlari yo'lida yolg'on gapirmaydi, birovlarni aldamaydi. Oltinchisi, ular ichlarida gina saqlamaydi. Oson xafa bo'lishlari mumkin, lekin tez unutadi, tez kechirib yuboradi. Agar atrofingizda shunday insonlar bo'lsa, ularni qadrlang, ardoqlang.